Xonashanisiga sep. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum barchaga xayrli kech, xayrli oqshom. Sog' salomatmisizlar? Yaxshi yuribsizlarmi? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Samarqand. Rushana qizim, yaxshimisan? Qizlaring katta bo'lyaptimi? Assalomu alaykum Ranaxon. Hayot yaxshimisiz? Kim Dubaydan uy olmoqchi azizlar, tez kunda sizlar bilan shunaqa zo'r yangilikni bo'lishaman. Ko'pchilik o'sha Dubaydan uy olganimizdan keyin juda ham ko'pchilik muxlislarim, kuzatuvchilarim aynan shu uy haqida ma'lumotlarni so'raysizlar. Hammasiga ochiq oydin sizlarga ma'lumotlarni aytamiz. Tez kunda Xudo xohlasa Dubayga ketamiz. Sizni ham sog'inib qoldik. Da. Rahmat. Hayot mana profillarga a'zo bo'lib qo'yinglar. Hayotni Dubayda uy olmoqchi bo'lib niyat qilib yurganlar bor. Oramizda bilaman, juda ham ko'pchilik. Xudo xohlasa hamma niyatiga yetsin, uylar olaylik. Assalomu alaykum, assalomu alaykum, assalomu alaykum. Ozarbayjon huquqli, iyimisiz? Har şey yaxshimi? Biz inshaalloh Ozarbayjonga ketamiz 13 dekabrdan 18 dekabr kadar O'zbekistonning madaniyat kunlari olacak Ozarbayjonda. Assalomu alaykum. Javlon, yaxshimisiz? Abdumannob, assalomu alaykum. Irandan sog' olun. Istanbuldan Dilbar. Otabek Muhammad Zohid, bironta ashulalardan aytib bering. Jahongir, assalomu alaykum. Inshaalloh Dubaydan uy olaman. Fozil Shoh Dizayn Buxara. Albatta mana Hayotga murojaat qiling. Eng zo'r uylar, eng zo'r narxda, hamyonbop, zo'r. Qayeridan desiz Dubayni? Assalomu alaykum Jahongir. Ablajim, nasılsınız? İyi, sizda yaxshimi? Salom. Ulgurmayapman. Assalomu alaykum. Hammaga harakat qilamiz. Javob berishga hech kim xafa bo'lmayapti. Mehribon qani? Mehribon Buxoroga ketgan. Salom, inshaalloh Oltiariq boramiz. Tinchmisiz? Yaxshimiz. Istanbulga ham keling. Bugun birozgina vaqtim bo'ldi. Uydaman, Toshkentda. Sizlar bilan ozgina gaplashaylik dedim. Yangiliklar, Xudo xohlasa tez kunda konsertlar bilan sizlarni xursand qilamiz. Xudo xohlasa yangi yil syomkalari uchun kelgan edik. Ertaga Xudo xohlasa Buxoroga qaytamiz. 11-10 dekabr kunlari Buxoro, Shofirkonda, Buxoroda hosil bayramlari kutib qolamiz. Buxoroliklar bo'lsa, konsert qachon? Shofirkonda 10 dekabr kuni soat 11da. Xudo xohlasa Shofirkonliklar kelinglar. Assalomu alaykum Amerikadan Vazira, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Go'zal oilangizga ko'z tegmasin. Assalomu alaykum Denovdan Qashqadaryo. To'yga aytmoqchimiz. Xudo xohlasa yaxshi kunlar bo'lsin, nasib qilgan bo'lsa boramiz. Assalomu alaykum. Keldimi? Boyagi nomerga telefon qil, qachon keladi deb. Xivada konsert Xudo xohlasa Farovon mehmonxonasida 10 fevralda ekan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bitta jonli bo'lsin, Xudo xohlasa. Jonli aytaymi? Hozir. Eng yaxshi ko'rgan instrumentim bor. Katta, qaranglar. Daf. جمعی به تا مشغول تو غایب زمیانی güle buradan bakarım güle buradan kaçamam آن سیاه خالص که بر استاد جانانی من است
solish o'rganishim kerak, esimdan chiqib ketgan necha yil bo'lib. Lipli guli, lipli guli, lipli guli, li urmiya, 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 urmiya. Davjeleki, navcecheki, nasmacheki, angavar jani. Batmana, batmana, lipli guli, lipli guli, lipli guli, li batmana kurdaya, batmana kurdaya. Davjeleki, navcecheki, nasmacheki, angavar jani. Qarsak chalinglar, aytamiz. Ardisha, 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 libli guli, libli guli, libli guli, li ardisha, 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 ardisha. Davjeleki, navcecheki, nasmacheki, angavar jani. Shunaqa. Ovozi chiroyli. Leylimler, 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 leylimler. Sherali aka, assalomu alaykum. 13 yanvar bo'shmi? 13 yanvar. Ko'ramiz. Assalomu alaykum. Men bilmayman. Akamdan bitta so'ray. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bizni sevgimiz boshqacha. Aytib beraymi? Nimaga faqat qora rangda kiyinasiz? Bilmasam, yaxshi ko'raman. O'zim ham zerikdim, lekin garderobimda 90% qora narsalardan. Qora kiyim ko'p bo'lsa ham bilmaydi odam nima kiyishni. Buni olsam ham qora, buni olsam ham. Qora kiyim menimcha oldindan yaxshi ko'rganim uchun bilmasam. Bizni sevgimiz boshqa, biroq bilsinlar. Sevişelim 100 yaşına kadar görsünler. Gerekmez dünyanın malı. Kalsın dünyada sevdim tepeden tırnağa. Amerika, shodaka, qanisiz? Qizalog'ingizni ko'rsating. Qizalog'im Buxoroda. 10 yanvar bo'shmi? Tug'ilgan kun bor. Yo, biz Dubayga ketamiz. Dubayga, Xudo xohlasa, Dubayda yangilik bor. Ozarbayjonda g'olib bo'lgansiz. Ha, o'zbekchasini ayting. Bizni sevgimiz boshqacha bilib qo'ysinlar. Sevishaylik 100 yoshgacha, kuyib o'lsinlar. Kerakmas molu dunyosi, qursin dunyosi. Sevdim uni tovonimdan boshgacha. Tojikchami? Dona, dona, yak dona. Labi pam omadi kardi ishora. Hamon vaqtili man shud bora pora. Aziz jon, jigar jon, delay, 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 delay. Du chashma koy siyo buxoridori. Du chashma koy siyo. Aziz jon, jigar jon, delay, 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 delay. Aziz jon, jigar jon, delay, 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 delay. Ay nafas, 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 jon jigarim, ay nafas. یک نگاه ناز تو برای عاشقت بس است. جگر جان عشق دنیای من هستی نفس. همه امروز فردای من هستی نفس. ای نفس 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 جان و جگریم ای نفس. یک نگاه ناز تو برای عاشقت بس است. خب Shofirkon 10 dekabr 11:00 da barchangizni kutib qolamiz. Shofirkonliklar yozishyapti.
rahmat. Kulabi boshadmi? Kulabi. این پامیری کلابی این ریتمی این بله رقصیدناش بله خل مرده Oy, qo'lim og'ridi. Kattaligini qaranglar. Erondan Fransiyaga konsertga ketganman. Eronliklardan olganman mana shuni. Keyin yana bitta instrumentim bor. Ko'rsataymi? Buni qaranglar. Buni qaranglar, instrumentni. Buni ovoz vashizi, tumbak. Buni ham Fransiyadan olib kelganman, eronlik qizdan olganman. Og'ir instrument. Turmush o'rtog'imga sovg'a uchun. Dünya yüzüne yaxshi güzeller gelip arçan. Olmaz mene bir ülkede ne misli ne manen. Tebriz begideşken ay şakı şirvan guba derben. Ganca Karabağ ismi tumbak. Buni mana shunaqa chalish kerak barmoqda, lekin juda qiyin, judayam. Bu instrument tumbak Eron. Ey mehemen, ey bu techiz. Lale ruha, zahre cebi. Ey senem. Dilleren yan kara kız, eyle derdim açara kız. Ay kaşı gözün kara kız, eyle derdim açara göz. Man aşıkam halına, yüzde kara halına. Dilberi yagane yemen, şirin zabane yemen. Ya marabu ber bahane, ya biya bahane yemen. Zulfü siyah balakün, dilberi yagane yemen. Geçte bemen nigahın, afeti zamane yemen. Derdi dilem tabakın, dilberi yagane yemen. Biya nazik bede, şirin zabane yemen. Turmush o'rtog'im chaladilarda, doirani men unchalik chala olmayman. Turmush o'rtog'im yo'qlar hozir. Do'stlari bilan ketganlar. ishqingni shohi telefon qildingmi?
Hop. Dağlar kızı Reyhan, Reyhan, Reyhan. Ay sevdamın sözünü bilmiyorum. Alım Reyhan, Reyhan. Alem sana heyran, heyran, heyran. Ay güzel sen ay kız, bir tane sen ay kız. Yegane sen ay kız, bir tane sen ay kız. Dağlarda duman güzeldir, kaşları keman güzeldir. Sıraç! Sıraç! Xullas, shunaqa bo'ldi qo'shiq. Qo'shiq tugadi. Qo'shiq eshitish uchun konsertimga kelinglar. Qo'shiq tugadi. Konsertga kelinglar. 12 fevral kuni Toshkentda Xalqlar do'stligi saroyida hozirdan bilet olinglar. Shunaqa dahshat konsert bo'ladi. Turkiyalik sozandalar kelyapti. Ibrohim Tatlisasning muzikantlari kelyapti. Konsertda Jahongir Otajonov. Xullas shunaqa zo'r konsert kutilyapti. Shunaqa zo'r inshaalloh. Konsertga kelinglar. Keyin o'zimni ham konsertim bo'ladi, xudo xohlasa. Xalqlar do'stligi saroyida kunini e'lon qilaman tez kunda. Xudo xohlasa Tojikistonda konsertda xudo xohlasa shu aziz inshaalloh Tojikistonda ko'p takliflar bor. Boraman xudo xohlasa, konsertlar juda ham taklif ko'p. Xo'jandga boramiz da. Siroj 1 minut ber aka, so'rashdi san. Siroj mana. Assalomu alaykum deb bitta Siroj. Sirojni so'raganlar. Ke bolam. Ke, quyosh bu, quyoshim. Siroj. Assalomu alaykum. Ana. Chicho. Assalomu alaykum dedingmi? Qachon konsert? Xudo xohlasa 2-3 oy qish o'tib olsin. Qish o'tadi. Xullas azizlar, hammangizga katta rahmat. Juda ham chiroyli sizlar bilan suhbatlashdik. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Bolalarimiz boshimizga sog' bo'lsin. Hammamizni farzandlarimiz boshimizga, baxtimizga sog' bo'lsin. Yaqinlarimiz yangi yilga ham ozgina qoldi. Bir pasda vaqt o'tib ketar ekan. Juda ham tez o'tib ketdi mana shu 1 yil. Qanday o'tganini hattoki sezmadim. Sizlarga ham shunaqami? Tez o'tib endi suhbatlashaylik ozgina. Vaqt juda ham tez o'tdi. Nima bilan mashg'ul bo'lasizlar? Qanday sog'lom bo'lishlik uchun, sog'lom ovqatlanish, sog'lom hayot kechirishlik uchun mana shu yildan men boshlamoqchiman. Taomnomamni o'zgartirmoqchiman, yurmoqchiman, sog'lom hayotga qaytmoqchiman. Sababi sog'ligimda muammolar, noto'g'ri ovqatlanishdan ko'p. Shu uchun nimalar maslahat berasizlar? Yangi yilda nimalar niyat qilyapsizlar? Keladigan yangi yilda qanaqa kutmoqchisizlar? Nima rejalar qilyapsizlar? Qaysi davlatga ketyapsizlar? Nima? Mehribon Buxoroda. Eshik! Mehroj. Ochdingmi? Mehroj kim? Sizlar ham sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Hech kim kasal bo'lmasin. Правильное питание. Shofirkonda mana shofirkonliklar juda ham aktiv bugun. Xudo xohlasa 10-da, ertamas indinga ko'rishamiz soat 11da. 18 yoshli qizga o'xshayman. Qanday yaxshi, qanday zo'r. Hammangizga katta rahmat. Mehroj? Akangdan so'ra. Sport to'g'ri, sport eng zo'ri. Sportni ham har doim qilishlik kerak. Agar har doim qilmasa, har xil kasalliklarga duchor bo'lar ekan. Men
tinimsiz sport bilan shug'ullandim. Keyin to'xtatganimda yana semirdim. Begovoydan yiqildim. Noto'g'ri yugurib Begovoy olib o'tdi. Ko'pchigim sindi. Yurinma shunaqa bel og'riq bo'lib. To'y masalalarini profilimizda nomer bor, shunga murojaat qilasizlar. Keyin Mehrojam keldi. Mehrojam o'qishdan, sportdan. Yo'q, oshqozon operatsiya qildiring, ko'p diyeta. Yo'q. Nogiron bo'lib qoladi, yo'q odam. Ke. Assalomu alaykum, Mehroj bilan. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Konditer nima bo'ldi deyishadi ko'pchilik. Shofirkondanmisiz? Yo'q, Toshkentdaman. Ertaga ketamiz. Xullas, semirsangiz ham chiroyli. To'g'ri, semirsa odam, lekin sog'likka zarari bor-da semizlik. Semizlik bo'lsa odamda holsiz bo'ladi, yaxshi uyquga to'ymaydi. Oshqozon operatsiyasi hech qachon kerak emas. Sport bilan shug'ullandim. Ayollarga aynan tavsiya qilaman. Sport bilan shug'ullangandan keyin kayfiyatingiz yo'q. Mana shu tez toliqib qoladi odam, kayfiyatsiz bo'ladi, kayfiyatim tushib ketadi tezroq. Bunda antena yo'q nimagadir. Negadir antenam yaxshi emas. Sog' salomat bo'linglar, o'zlaringizni ehtiyot qilinglar, yaxshiliklar bo'lsin. Xudo xohlasa, yangiliklarim ko'p. Tez jonli efirlarda sizlar bilan suhbatlashamiz. Yaxshiyam borsizlar, o'zlaringizni ehtiyot qilinglar. Kelayotgan yangi yillar Xudo xohlasa hammamizga yaxshiliklar olib kelsin, niyatlarimizga yetaylik. Birinchi o'rinda tinchlik, sog'lik, hayotimiz yaxshiliklar bilan bo'lsin, sog' bo'lsin, hech kim kasal bo'lmasin. Hammani umri uzoq bo'lsin. Sog' bo'laylik. Uzoqdagilar, mana Rossiya, butun vatandoshlarimiz qayerda bo'lmaylar, Alloh panohida bo'linglar. Yaxshi niyat bilan если не секрет, ничего yoshsiz? 40. Hammalaringizni Alloh asrasin, niyatlaringizga yetinglar. Topgan pullar yaxshi kunlarga bersin deb hojona bo'lmayu, lekin yaxshi niyat qilyapmiz. Yaxshiliklar bo'lsin, yaxshi kunlar bo'lsin. Yaxshiliklarda ko'rishaylik. Hammalaringizga rahmat, e'tiboringiz uchun, hurmatingiz uchun.